dori qutisidagi ogohlantirish. Suv-chechak yoki grippga o'xshash alomatlardan xalos bo'layotgan yoki tuzalayotgan bolalar va o'smirlar ushbu mahsulotni ishlatmasliklari kerak. Nega aynan virusli kasalliklar yoki virusli infeksiyadan keyin aspirin ichish taqiqlanadi? Buni javobi Reye sindromi rivojlanish xavfi hisoblanadi. Reye sindromi nima? Reye sindromi asosan o'tkir ensefalopatiya, ya'ni ensefalo bosh miyani, patiya disfunksiyasi, bosh miyani disfunksiyasi va o'tkir jigar yetishmovchiligi yoki shikastlanishi bilan xarakterlanuvchi, kam uchraydigan, ammo o'ta xavfli patologiya hisoblanadi. Buni epidemiologiyasi judayam kam uchraydigan 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchrovchi kasallik hisoblanadi. Gripp, mana bolalardagi gripp yoki suv-chechak kabi virusli infeksiyalar fonida aspirin, ya'ni bizdagi salitsillatlarni qabul qilingandan so'ng yuzaga keladigan sindrom bu Reye sindromi deb ataladi. Aspirinni qutilariga rasmiy ogohlantirish kiritilgandan keyin, ya'ni suv-chechak yoki grippga o'xshash alomatlardan xalos bo'layotgan bolalar va o'smirlar ushbu mahsulotlarni ishlatmasliklari kerak. Ushbu ogohlantirish yozilgandan keyingina Reye sindromiga uchrash xavfi judayam kamayib ketgan. Endi Reye sindromi juda ko'pchilik eshitgan, lekin buni patfiziologiyasida asosan nima yotadi? Biz bilamiz, normal holatda bizda jigar hujayralari gepatositlar deb ataladi. Gepatositlarning mitoxondriyalari mavjud bo'lib, bu mitoxondriyalar hujayra uchun ATF ko'rinishida energiya ishlab chiqaradi. Buni u oksidativ fosforillanish va yog' kislotalarining beta oksidlanishi natijasida ATF hosil qilardi. Endi Reye sindromida asosiy nishon organ bu jigar hujayralari, ya'ni gepatositlarning mitoxondriyalari hisoblanadi. Bunda shu gepatositlarning mitoxondriyalari zararlanishi hisobiga jigar hujayralarini, ya'ni gepatositlarni ommaviy o'limi, ya'ni nekrozi kuzatiladi. Buni natijasida nimalar bo'lyapti? Mana ko'rib turibmiz, salitsillatlar oksidativ fosforillanishni to'xtatishi orqali o'tkir virusli kasalliklar, gripp yoki suv-chechakka o'xshagan kasalliklar bilan birgalikda oksidativ fosforillanish va beta oksidlanish orqali hosil bo'luvchi ATF miqdorini yo'qotadi. Natijada jigar hujayralari nekrozga uchraydi. Bundan keyin Reye sindromida jigar normal holatda sog'lom ishlagan paytida azot tarkibli toksinlarni qondan olib tashlardi, ya'ni ammiaklarni yo'qotardi. Endi jigar hujayralari nekrozga uchradi va bunda mana jigar tomonidan ammiak olinmayapti, ya'ni tozalanmayapti. Buni natijasida ammiakning miqdori qonda ko'payib ketadi. Ammiakning miqdorini qonda ko'payib ketishi natijasida qon orqali u miyaga boradi. Miyadagi gematoensefalik baryerdan, ya'ni miya qon baryeri bor, shu baryerimizdan o'tadi va bosh miyani ichidagi asosiy buni boradigan nishoni bu astrotsitlar hisoblanadi. Natijada astrotsitlar ichidagi osmotik bosim oshib, ular ishadi va oksidativ shikastlanishga uchraydi. Buni natijasida miya shishi, ya'ni edema kelib chiqadi. Miya to'qimasida yallig'lanish, massiv shish, ya'ni edema va kalla suyagi ichi bosimi, ya'ni intracranial pressure kritik darajaga yetib boradi. Bularning barchasi biz yuqorida aytganimizdek ensefalopatiyaga sabab bo'ladi. Ensefalopatiyani klinik bosqichlari bor. Birinchi bosqichi bu
tinch, letargik va uyquchan holati hisoblanib, bunda doimiy to'xtovsiz qusish kuzatiladi. Bu birinchisi. Ikkinchi bosqichimizda stupor holati hisoblanadi. Bunda qo'zg'aluvchanlik bo'lib, talvasalar, turli xil sudirgilar, dekortikatsion rigidlik, ya'ni qo'llar ko'krakka bukilgan holatda bo'ladi, lekin qorachiq refleksi saqlangan bo'ladi. Hop, qorachiq refleksi saqlangan bo'ladi. Uchinchi bosqichimizda bu koma holatiga o'tish deyiladi. Bunda deserebratsion rigidlik, ya'ni qo'l oyoqlar tashqariga yozilgan holatda bo'lib, qorachiq yorug'likka nisbatan refleksi yo'qoladi. Demak, ikkinchi bosqichimizda qorachiq refleksi bor. Uchinchi koma holatiga o'tish bosqichimizda qorachiq reflekslari yo'qoladi. To'rtinchi bosqich chuqur koma holati. Chuqur pay reflekslari, ya'ni deep tendon reflekslar butunlay yo'qoladi va 5-bosqichda terminal bosqich bo'lib, bu falajlik, nafas to'xtashi va o'limgacha olib kelishi mumkin. Ko'rib turibmiz, miyada ammoniakning miqdori ortish hisobiga yallig'lanish, shish va edema, suyuqlik to'planishi rivojlanyapti. Bularning barchasi ensefalopatiyaga sabab bo'lyapti. Endi Reye sindromi bilan kasallangan bolalar yoki o'smirlarda laborator diagnostika va qon tahlillarini o'tkazganimizda ularda ALT, AST miqdori ortganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni transaminazalarda miqdori, bularga ALT bilan AST ikkalasining miqdori ortadi. Gepatitlar parchalanishi tufayli bularning miqdori keskin ortadi. Endi qon zardobidagi ammoniak miqdori sezilarli darajada ko'tariladi. Uning miqdori kasallikning og'irlik darajasi va miya shikastlanishiga to'g'ridan to'g'ri proporsional hisoblanadi. Ya'ni qancha ammoniakning miqdori yuqoriroq bo'lsa, kasallik shunchalik jiddiyroq bo'ladi. Keyingisi protrombin vaqti. Protrombin vaqti uzayadi, qonni evish vaqti. Sababi jigar qon evish omillari, ya'ni clotting factors deyiladi. Shularni sintez qila olmaydi. Qon evish omillari yo'q. Demak, protrombin vaqti, ya'ni evish vaqti uzayadi. Glikogen zaxirasi. Ya'ni organizmdagi glikemik o'zgarishlar. Bunda bolalar yoki o'smirlar ovqatlanmagan vaqtida glikogenni glyukozaga aylantira olmaganligi uchun demak, og'ir gipoglikemiya holati bo'ladi. Gipoglikemiya, ya'ni qonda qand miqdorining tushib ketishi. Lekin ovqatlangandan keyin glyukozani glikogenga aylantira olmasligi natijasida giperglikemiya rivojlanadi. Reye sindromini qanday davolash mumkin degan savolga maxsus etiatrop, ya'ni antidot davosi yo'q, lekin bundagi asosiy maqsadimiz reanimatsion monitoring va miya shishini tushirishimiz bo'ladi. Bunda quvvatlovchi chora-tadbirlar ko'ramiz, doimiy monitoring, shish va edemani boshqarishimiz kerak. Asosan bunda hayotiy ko'rsatkichlar va kalla bosh miya ichi bosimini qat'iy nazorat qilamiz. Miya shishi va bosimni kamaytirish uchun osmotik diuretiklar, manitol yoki glitserol beramiz. Bunda qon tomirlarida giperosmotik bosim yaratib, ortiqcha suyuqlikni miya to'qimasidan qonga demak tortib olishi yoki qon oqimini shu miyadagi suyuqlikni qon oqimiga so'rib olishini ta'minlash bunda asosiy maqsad. Keyin boshqariladigan giperventilatsiya, ya'ni buni induced hyperventilation deyiladi. Karbonat angidridni miqdorini pasaytirish orqali miya tomirlarini toraytiradi va bosh miyani ichidagi qon hajmini yoki bosimini kamaytirishimiz mumkin. Buni biz induced hyperventilation deymiz. Va qo'llab-quvvatlovchi terapiya sifatida biz gipoglikemiyani to'g'irlash uchun glyukoza eritmalari va elektrolitlar balansini tiklashimiz mumkin. Ya'ni bolalar yoki o'smirlarda gipoglikemiya bo'lsa,
bularga glyukoza bilan elektrolitlar beramiz. Endi Reye sindromi haqida qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, Reye sindromi bolalarda virusli infeksiya plus aspirin, ya'ni salitsillatlar birgalikda qo'shilishi natijasida mitoxondriyani shikastlanishi, buni natijasida jigar yetishmovchiligi va ensefalopatiyaga olib keluvchi bir zanjir deb olsak bo'ladi. Endi pediatriyada isitmani tushirish uchun bolalarga virusli holatlarda aspirindan mutlaqo foydalanmaslik, uni o'rniga parasetamol yoki ibuprofenni tanlash bu kasallikda oldini oluvchi yagona qoida hisoblanadi.